Mana bir oyda kelyapti, bir oyda уже hayz bor. Bu qizi yoshi 21 yoshda. Opasi qabulimga olib keldi. Bu qiz hali hayz ko'rmagan. Lekin sovuvchisi juda ham ko'p. Bilasizlarmi? Bunaqa holatlar juda ham ko'p keladi. Shuning uchun men bu rilsni olishga qaror qildim. 20, 21, 22 ga chiqqan qizlarga sovuvchi kelganda opasi yoki onasi hayzing bormi deb so'rashadi yoki umuman so'rashmaydi. Bu juda ham achinarli holat. 21 ga kirgan bu qiz erta-indin turmushga chiqish kerak. Lekin hali hayz ko'rmagan. Nima sababdan ko'rmagan? Hayz kelmasligini juda ham sabablari ko'p. Hayz kelmasligini sabablarini topib, bu qizga shu kerakli tavsiyalarimizni berdik va bu qizda 1 oyda hayz keldi. Bu qizni ko'rsangiz xursandligini. Menga aytadiki, Nigor opa, hayz ko'rgan qiz umuman boshqacha bo'lar ekan. Men o'zimni bir qiz bola, bir ayol deb his qildim deydi. Qarang, yig'lab gapirdi. Men ham qo'shilib yig'ladim. Aytmoqchimanki, bunaqa holatlar juda ham ko'payib ketyapti. Sizlardan iltimos, ota-onalar, qizlaringizga sarpa yig'ish yoki o'sha tillasini olib qo'yadigan o'sha o'y xayollarda yurishdan oldin birinchi hayzing bormi qizim deb so'rash kerak. Qiz bola 14 yoshgacha hayz ko'rmadimi? Demak, bu qizda qanaqadir gormonal o'zgarishlar ketyapti. Albatta, doktorga olib borish kerak. Har doim ota-ona qizmi, o'g'ilmi tug'ildimi 18 ga kirguncha хотя бы 2 marta endokrinologga ko'rsatish kerak. Nimaga? Chunki 21-asrda juda ham kasalliklar ko'payib ketyapti. Ayniqsa qalqonsimon bez, ya'ni buqoq deydi xalqimizda. Buqoq kasalliklari yosh bolalarda juda ham ko'p. Va bu natijasida hayz ko'rmaslik, yaxshi o'smaslik, borib bepishlikka olib keladigan holatlarni mana juda ham ko'p qabulda ko'ramiz. Maqsadim yosh avlodimizni, farzandlaringlarni, qiz bolami, o'g'il bolami shifokorga olib borib, vaqtida tekshirtirib davolatinglar. Ana o'shanda baxtli farzandlarni rohatda ko'rib yurasizlar. Men sizga o'chun faqat duo qilaman.